Hammaga salom, sizlar bilan Mitchell Minecraft va Zenos Minecraft. Bugungi video juda qiziq bo'ladi. Oxirigacha ko'rib, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Zenos Minecraftning ham o'zlarining kanallari bor YouTube'da, yangi ochildi. Unga ham obuna bo'lib qo'ysalar yaxshi bo'lar edi. Zenos Minecraft salomlashib qo'ying. Obunachilar, sizlar bilan Zenos Minecraft kanalga like bosib va obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni ham oxirigacha ko'ringlar. Qani bo'lmasa videoni boshladik. Qalisan qishloqqa men uyimga kirib oldim. Bo'pti. Men otamning uyiga shaharga borib kelishim kerak edi. Otam rosa sog'inib ketdim. Anchadan beri bormayapman. Bugun bir kun dam topib borib kelishim kerak-da. Bugun borib kelaman. Borib kelaman. Qani narsalar olamiz, chichapul, ochiq ovqat. Bu kerak emas. Bu ham kerak emas. Onu ishlaymiz qilib qo'yaylik. Qilmas ekanmiz bular. Hali o'smab o'zi yaqinda qilgandim. Unda borib kelaman. Hayır, uyim. Ketdim shaharga men. Men Mitchellning uyini yo'q qilishim kerak. Meni ashaddiy dushmanim. Uni qani uyini portlatgan ketdik. Voy. Bir kun edi dam olib keldim otalarga. Mashinalarda sovuq tomonda. Qornim ochib ovqatlanib olay. Nima qilib sovuq atayapti. Tezroq uyga borib issiq olaman kechgacha. O'zi biz tomon issiq, bu tomon sovuqda qor yog'ibdi bu tomonlarda. Biz tomonga yetib kelmadi, hayronman. Nimaga yetib kelmadi men ham bilmayman o'zim ham. Hozir uyga borib olay, nima sovuq atib ketdim. Nima sovuq atdim men o'zim. Voy, tezroq borish kerak. Qonim uyimga nima qildi? Uyim qani? Uyimni kim portlatdi? Yetilsam bilmaysanmi? Yetil, to'xta. Mayli. Voy, uyim. Men qancha mehnatim. Kim portlatdi buni topish kerak buni. Menda kamera bor. Men bilaman bari. Kim portlatganini bilishim kerak. Botir qayda edi? Botirni topish kerak. Voy Botir. Botir deyapti. Botir, uni uyingdagi kameradan foydalanib tursam bo'ladimi? Uni uyimni kim portlatganini bilmaysanmi sen? Yo'q. Yaramas. Bilmaysanmi? Bo'pti, foydalanib olay. Kim yozganini topsam, men shuni ushlab olsam, o'zidan ko'radi. Qani kamera. Voy, kirmayapti. Qani? Kim portlatgan ekan? Yana siz portlatib uyimda? Nega portlatadi? Menga hech qanday ziyon qilmagan edim-ku. Endi o'zidan ko'radi. Men buni bundayligicha qoldirmayman. Men ham uni uyini portlataman. Men dinamit topishim kerak. Do'konga borib dinamit olib kelaman. Unda videoni o'sha dinamit olib kelganimda boshlab yo'qaman. Xayr do'stlar. Voy qishloq, senda dinamit bormi? Bor. Menda hozir 25 ta zumrad bor-da, shunga nechta keladi? 65 ta. Dinamit hozir qayerda? Cho'ntagingdami? Yo'q. Unda qayerda? Uyimda. Uying qayer? Shu yer. Shu yermi? Mana izmirut. Menga endi dinamitni ber. Ana, olaver. Qani? Uni, men edami? Hop, rahmat. Zumrad olmabdi, o'zimgamikin. O'zimga ekan. Endi uni uyini yo'q qilaman men.
Uni uyini yo'q qilishim uchun birinchi uni ketishini kutishim kerak. Shu yerda kutamiz uni ketishini. Shaxtaga borib maslahat olib kelishim kerak. Ketdim. Ana u ketdi. Endi uni uyini portlataman. U menimcha ketdi shaxtaga. U shaxtaga borishim kerak dedi-ku. Endi men ham undan qasosimni olaman. Mana shu yerda menimcha uyi. Bu nima tosh teshib qo'ydi ekan. Ha, mayli, endi o'zidan ko'rsin. Men uni uyini yo'q qilaman. Xayr. Uying bilan xayrlash. Ziyonaso'z. Meni uyimni portlatmasliging kerak edi. Endi o'zingning uying yo'q. Men uni uyini yo'q qildim. Endi o'zim uchun uy qurishim kerak. Buning uchun esa daraxt chopishim kerak. Unda daraxt chopishni boshladim. Voy, chiqay tez. Mana o'tirib olib chopish kerak. Ana! Meni o'ylashimcha kimdir qildi. Uni Michel Mangraf qildi. Undan qasosimni olaman. Qasosimni olaman baribir ham.